Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Muhitilar jamoati. Avtori Umarjon Sidiq. Maqsud muhiti. Davomi. Shiңish Saydin keyingi Vujingshin davri, Mas'ud Sabri davrlarida Turpanning milliy ma'rifida nurg'un to'sqinliklar qayta paydo bo'ldi. Bu davrda bozor bahosi qalayimqonlashib, pul paxallashib, amaldorlarning chiriklashish, xiyonatchilik ishlari uchiga chiqdi. Amaldorlar o'zlari qo'sh maosh olib, ishchi xizmatchilarining maoshini orqaga surib kechiktirib, baho qimmatidan foydalanib, boshqalarni qaqti so'qti qildi. Jumladan, maktabdagi o'qituvchilar oyma-oy maosh ololmaganlikdan turmush kechirolmaydigan holatga tushib qoldi. Masalan, ilg'or o'qituvchi Anvar Yusuf atiganda maktabda dars o'tib, darsdan keyin to'ylarda nog'ora chelib, kabob setib, oqshimi o'tkichilik qilib, jafo mushaqqat bilan tirikchilik qildi. Oxiri turmushini qamday olmay, Urumchiga chiqib, ma'rif nazoratiga o'rinlashib, 1947-yili Yakan noyasiga tashviqot xizmatiga borganda Ju Pangang tarafidan qo'lga ilinib, Li mutalliblar qatorida dahshatlik o'ldirildi. Peshqadam o'qituvchi Abdurahim To'xniyoz 1942-yili turmush qiyinchiligi sababidan taqqa chiqib ketib, 2 yil qozoqlar ichida turmush kechirishga majbur bo'ldi. Bu mezgilda nurg'un ziyolilar tutqun qilindi. Qosim Habili, Litip Baqi, Emin Apandiga o'xshash mashhur ma'rifchilar yo'qolang bahonalar bilan aksiyatchi hukumat tarafidan o'ldirildi. Lekin zulm qancha ig'ir bo'lsa, qarshilik shuncha cho'ng bo'ladi degandek, Turpandagi har millat xalqi zulm xo'rlanishlarga qaramay, aksiyatchi hukumat ustidan isyon ko'tarib, qiyinchiliklarga bosh egmay, nodonlikdan qutulish, oqartish xizmatini chang tutib, Turpanning har qaysi joylarida fanniy maktab etishni yana bir qadam tizlatdi. 1937-yildan 1949-yilgacha bo'lgan aralıqda Maqsudiya maktabida Tursun Vahidi, So'p Kamal, Abdurahmon Baqi, Savirjon, Abliz Sharifi, Iskandar Abidi, Aziz Qurban, Hamdulla Niyoz, Abdurahim To'xniyoz, Jilil Mahmud, Abdurahmon Abdurahim qatorliq kishilar maktab mudiri bo'lgan. 1949-yilga kelganda Maqsudiya maktabi o'g'il-qiz deb ikkiga ayrilib, sinf 14 ga, o'quvchi 569 ga, o'qituvchi 19 ga yetgan. 1913-yildan 1949-yilgacha bo'lgan 36 yilda Maqsudiya maktabi jami 27 qaror, 1113 o'quvchi maktab bitirgan. 1949-yili statistika soniga qaraganda Turpanda 1933-yildan ilgari ochilgan 18 o'rindagi 30 sinf 1949-yilga kelganda 28 o'ringa kengayib, Ediqut diyori 83 sinf 1638 o'quvchi, 102 nafar o'quvchisi bor madaniyat bazasiga aylandi. 1932-yili Ostonda dehqonlar qo'zg'oloni ko'tarilganda Maqsudiya maktabining oxirgi qaror 1931-yillik o'quvchilarining asosiy qismi Mahmud muhitiga agishib Qashqarga ketdi. 1934-yili bulardan 20 nafar o'quvchi Toshkentdagi O'rta Osiyo Darul-Fununi va boshqa maktablarga o'qishga bordi. Bu o'quvchilar Toshkentdan qaytib kelgandan keyin Shinjongning tunji turkumdagi oliy maktab o'quvchilari bo'lish sifati bilan ozodlikdan burun va keyin Shinjongning ozodlik, iqtisodiy qurilish, madaniy ma'rif, oqartish ishlarida muhim rol o'ynab, har qaysi sohalarda yangi bo'zlarni ochgan, Shinjong tarixiga ta'sir ko'rsatgan shaxslarga aylandi. Tövanda Maqsudiya maktabining Toshkentga chiqib o'qigan o'quvchilaridan bir nechalarni tunishtirib o'tamiz. Ismoil Hifzullayev 1913-yildan 1993-yilgacha Turpan Ostonda dehqon oilasida tug'ilgan. 1923-yili 10 yoshga kirgan Ismoil Ostonda qurilgan Maqsudiya maktabiga o'qishga kirgan. Maktabga kirgandan keyin aqlliqligi, tirishchanligi bilan sinf bo'yicha oldingi qatordagi o'quvchilardan bo'lib qolgan.
U kundalik darslarni tirishib yaxshi o'rganish bilan bir vaqtda shoir yozuvchilarning xalq ichida tarqalib yurgan asarlarini to'plagan. 1932 yil kuzdan 1933 yilining oxirigacha bo'lgan aralıqda İsmail Hifzullayev, Xo'janiyaz Hoji, Mahmud Sijanlarga agishib Turpan, Pichan, Jimsarlardagi Qarashahar, Bay va Qara Yo'lg'indagi shiddatlik janglarga qatnashib, Xo'janiyaz Hoji va Mahmud Sijanlar bilan qadimiy shahar Qashqarga yetib borgan. 1935 yil kuzda Sovet ittifoqiga Şinjandan ikkinchi qitim o'quvchi chiqarishda Mahmud Sijan Şinxsega o'quvchi chiqarishni tasdiqlatgan. İsmail Hifzullayev shu o'quvchilar qatorida Qashqardan Erkashtam orqali Sovet ittifoqining Toshkent shahriga borgan hamda Toshkentdagi O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. 1937 yili maktabni a'lo darajada bitirib, Cho'chak orqali Urumchiga qaytib kelgan ham G'ulja gimnaziyasiga taqsim qilingan. G'ulja gimnaziyasini 1935 yili xalq o'z kuchiga tayanib qurib chiqqan bo'lib, ayni vaqtda Şinjandagi xili yuqori bilim yurtlarining biri edi. Biroq bu maktab qurilg'ili uzun bo'lmag'achqa, o'qitish sharoiti nachar, darsliklari sistemlashib ketmagan, o'qituvchilari kam, xizmat jafoliq edi. İsmail Hifzullayev bunda qiyinchilik oldida Toshkentda birga o'qib, vatanga birga qaytib kelib, G'uljaga birga taqsim qilingan Saydulla Sayfullayev bilan birlikda maktabning o'qitish sharoitini yaxshilash uchun izlandi va kuch chiqardi. İsmail Hifzullayev o'quvchilarni yaxshi tarbiyalab qolmay, yana ommani, bo'libmi yoshlarni nodonlikqa, xurofotlikqa qarshi turishga, aksiyatchilarga qarshi turib, vatanning ozodligi uchun kurash qilishga undab, tashviq tarbiya ishlari bilan shug'ullandi. Şinxsayning G'uljadagi qo'l cho'moqlari G'ulja gimnaziyasida kunsiri ulg'ayotgan inqilobiy kuchlardan qo'rqib, bu inqilobiy kuchlarni ujuqtirish va parchalash maqsadida xilma-xil nayranglarni qo'llandi. İsmail Hifzullayevni 1941 yili 9-oyda G'ulja shahridan chetrak bo'lgan Chilpangza degan yerga surgun qildi. İsmail Hifzullayev shu yili oilasini yo'qlab kelish uchun ona yurti Turpan Ostoniga borgan bo'lib, bu chaqda uning otasi Hifzullah aka Şinxsay tarafidan turmaga qamalgan edi. Shunga u oilasida dehqonchilik ishlariga yordamlashib, yurtida turib qoldi. 1946 yili 3 viloyat vaqtliq inqilobiy hukumati Go'mindan hukumati bilan tinchlik bitimi imzolagandan keyin Ahmadjon Qosimi Urumchiga kelib, ancha uzun o'tmay İsmail Hifzullayevni Turpandan chaqirtib Urumchiga elib chiqib, uni ma'rif xizmatiga o'rinlashtirdi. U ilgari keyin bo'lib 2-chi Darul Muallimin, 3-chi o'rta maktablarining rahbarlik xizmatlarini o'tadi. 1947 yili tinchlik bitimi Go'mindan aksiyatchilari tarafidan buzilgandan keyin 3 viloyat vaqtliq inqilobiy hukumati tarafidan Urumchiga kelgan inqilobchilar G'uljaga qaytganda İsmail Hifzullayevmi ular bilan billa G'uljaga qaytib ketdi. G'uljaga borgandan keyin yana G'ulja gimnaziyasiga ilmiy mudir bo'lib o'rinlashdi. U gimnaziyaga ilmiy mudir bo'lgandan keyin maktabni yaxshi boshqarib, o'qitish sifatini yuqori ko'tarishga bel bog'ladi. O'qitish sifatini o'stirish uchun oldi bilan o'qituvchilarning sifatini o'stirish kerak deb tonib, 3 viloyat tavasidan bilimli kishilarni izlab tepib, o'qituvchilikqa taklif qilib, o'qituvchilar qo'shunini sarxillashtirdi. Shuning bilan G'ulja gimnaziyasining o'qitish sifatida kishini xushal qilarlik ilgirlashlar qo'lga keldi. 1949 yili ilm mutaxassislar yetishtirish bilim yurtiga mudir bo'lib tayinlandi. 1951 yili Şinjan o'lkalik hukumati Şinjan institutini kuchaytirish uchun ilm mutaxassislarni yetishtirish bilim yurtining bir qism kasblarini Şinjan institutiga qo'shitishni qaror qildi. İsmail Hifzullayev xalq hukumatining bu qarorini qo'llab, 6 kasbiy sinfning o'quvchilarini Urumchiga o'zi boshlab kelib, 2 maktabning qo'shitilishi uchun aktiv rol o'ynadi. Bu o'quvchilar
Şinjan azat bolğandan keyinki birinchi turkumda o'qish puturib Şinjanning har qaysi joylarida o'zlarining tayanchliq rolini joriy qildirdi. 1953-yili Ma'rif ministrligi uyushtirgan tekshirish o'miki İsmail Hifzullayevning ma'rif sipida qo'shgan tuhfalarga yuqori baho berdi. İsmail Hifzullayev 1954-yili Şinjan institutiga muavin mudir bo'lib tayinlandi. U Şinjan institutining o'qitish xizmatini texmi yaxshilash uchun bosh cho'kirib ishlab, Şinjanning sotsialistik qurilishi uchun nurg'unlagan ixtisosli xodimlarni yetishtirish yo'lida qimmatli tuhfalarni qo'shdi. Abduqodir Hasan 1915-yili Turpan Ostonada tug'ilgan. Otasi Hasan Shangzung Qashqarlik odam bo'lib, bu kishi Urumchi, Cho'chak qatorliq shaharlarda savdogarchilik qilgan. Abduqodir Hasan balalik davrida Ostonadagi Maqsudiya maktabida o'qigan. 1932-yili 11-oyning oxirida Turpan dehqonlar qo'zg'oloni portlaganda Abduqodir Hasan mushu qo'zg'olonga boshdan oxir aktiv qatnashib, Qashqargacha yetib borgan. 1935-yili 11-oyda u Sayfiddin Azizi, Saydulla Sayfullayev, Aysa Niyoz, Ablimit Maqsudov, Abaydulla Ravaydullayev, İsmail Hifzullayev qatorliqlar bilan billa Toshkent O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. U 1937-yili 8-oylarda 2 yillik o'qishni g'alaba bilan tugatib, Şinjanga qaytib kelgan va shu yili 11-oyda Urumchi 1-o'rta maktabga xizmatga taqsim qilingan. Keyin, ya'ni 1938-yili 5-oyda Urumchi shaharlik o'rta maktabning mudirligiga tayinlangan. 1940-yili 2-oyda qo'lga olinib, 1944-yili 11-oygacha Shingsay turmusida yotgan. Turmadan chiqqandan keyin, ya'ni 1945-yili 7-oyda Ilchiga Xotanga muavin hokim qilib avatilgan. U Xotanga borgandan keyin ilg'or yoshlarni tashkillab, Kuomintang aksiyachilariga qarshi oshkora va yo'shirin kurashlarni ilib borgan. Kuomintang doiralari shu yili 2-oyda Abduqodir Hasanni qo'lga olgan va bir qancha vaqt o'tgandan keyin uni yolab mashina bilan Urumchiga ilib ketgan. U 1947-yili 6-oyda turmadan qo'yib berilgandan keyin Turpanga ketgan. 1947-yili 7-oyning 13-kuni Turpanda dehqonlar inqilobi portlaganda Abduqodir Hasan singim ig'izida inqilobning birinchi pay o'qini otgan. Bu qitimqi inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Abduqodir Hasan Abdurahmon Mo'yti boshchiligidagi Turpan partizanlari bilan G'uljiga ketgan. G'uljiga borgandan keyin 1949-yilining oxirigacha G'ulja bilim yurtida o'qituvchilik qilgan. Cumhuriyet qurilgan dastlabki mezgilida Janubiy Şinjandagi har darajalik hokimiyat organlarini o'zgartib tashkillash va tashviqot, targ'ibot xizmatlarini ishlash uchun Sayfullayev boshchiligidagi xizmat o'miki tashkil qilinganda Abduqodir Hasan o'makka muavin boshliq bo'lib tayinlanib, 1952-yili 5-oygacha Xotan viloyatlik ittifoqining xizmatiga va boshqa xizmatlarga riyosatchilik qilgan. 1952-yili 5-oydan 1954-yili 9-oygacha Şinjan institutining muavin bosh kotibi, qo'shimcha xo'jalik boshqarmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Şinjan pedagogika instituti qurilganda maktab partikomining shujisi, maktabning doimiy ishlarga mas'ul muavin mudiri bo'lib tayinlangan. Abduqodir Hasan bolalarga nisbatan ko'yimchan va talabchan ota. U ismi jismga loyiq ma'rifchi edi. U o'qituvchilikni, ma'rif xizmatini hammadan a'lo bilatdi. Ozodlikning dastlabki vaqtlarida u yuqori ma'muriy vazifa o'tashni xohlamay, ma'rif xizmati ishlashni tanlab olgan va bir umr ma'rif sepida ishlab, Şinjanning ma'rif ishlari uchun o'chmas tuhfalarni qo'shgan. Shunga uning qabrisiga Bog'van ajridan yetildi ko'chat, Bog'van tuhfasi ko'milmas abad deb xat o'yilgan obida tiklangan. Davomi bor.